Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan barchamiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun oltin kabi qimmatlidir. Gap shundaki, ko'pchilikni qiynayotgan pensiyalar qachon va qanday oshiriladi degan savolga bugun aniq javob topamiz. Bizning kanalimizda siz hech qayerda topa olmaydigan eng muhimi sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiluvchi xabarlar beriladi. Bugungi videoda men sizga Tomid Urushoshila yilgacha pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun har oylik pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi 4 ta muhim o'zgarish haqida to'liq va tushunarli tarzda gapirib beraman. Bu harbiy pensiya oluvchi uchun juda muhim yangilik. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar bilishi kerak. Keling, avvalo masalaning tubiga yetib boraylik. Oldinlari pensiyalarni oshirish tizimi qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilamizki, mamlakatimizda pensiyalar har yili kamida bir marta, odatda inflyatsiya darajasi va yashash minimumining oshishiga qarab indeksatsiya qilinardi. Bu jarayon hukumat qarorlari bilan amalga oshirilardi va pensiya miqdorini doimiy ravishda real qiymatini saqlab qolishga xizmat qilardi. Lekin ko'pincha bu oshirishlar yetarli bo'lmasdi yoki belgilangan muddatlarda amalga oshirilmay aholida norozilik uyg'otardi. Pensiyaga chiqqan kishilarning hayot sifati inflyatsiya ta'sirida pasayib borardi, chunki pensiya miqdori narxlarning o'sishi ortidan yetib bormasdi. Bu esa ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning ahvolini yanada og'irlashtirardi. Pensiya oluvchilar o'z pensiyalarining qadri tushib ketayotganidan xavotirda bo'lishar. Har yillik oshirishlar esa ularning kutilmalarini to'liq qondirmasdi. Bu holatda ko'pchilik qo'shimcha ish qidirishga majbur bo'lar yoki oila a'zolarining moddiy yordamiga tayanib yashashga majbur bo'lardi. Pensiya tizimidagi bunday kamchiliklar aholining davlatga bo'lgan ishonchiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. So'nggi yillarda hukumat pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi pensiya ta'minoti tizimini yanada shaffof, adolatli va barqaror qilish edi. Endi esa yangi qonunchilikka asosan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan barcha fuqarolar uchun pensiyalarni oshirishning mutlaqo yangi, shaffof va tizimli mexanizmi joriy etilmoqda. Bu shunchaki bir martalik indeksatsiya emas, balki har oylik pensiya to'lovlariga ta'sir qiladigan 4 ta asosiy omilga asoslangan doimiy oshirish tizimidir. Bu degani endi pensiya miqdori yiliga bir marta emas, balki muntazam ravishda, avtomatik tarzda aniq belgilangan mezonlar asosida qayta ko'rib chiqiladi va oshirib boriladi. Bu o'zgarish pensiya oluvchilarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Endi pensiya miqdorining inflyatsiyadan ortda qolishi qissav fi ancha kamayadi. Bu yangilik shuni anglatadiki, sizning pensiyangiz endi nafaqat inflyatsiyaga moslashtiriladi, balki ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishdan ham o'z ulushini oladi. Bu pensiya oluvchilarning aksariyat qobiliyatini saqlab qolish va ularning jamiyatdagi faol hayotini qo'llab-quvvatlash uchun muhim qadamdir. Keling, bu 4 ta oshirish mexanizmini birma-bir batafsil ko'rib chiqaylik. Qani, endi eng muhim qismga o'tamiz. Kimlar bu oshirishlardan foyda ko'radi? Kimlar xavotirlanishi shart emas va bu mexanizm qanday ishlaydi? E'tibor bering, ushbu o'zgarishlar faqatgina 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan barcha fuqarolarga tegishli. Ya'ni agar siz 2026 yil 1 yanvardan keyin pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, siz uchun boshqa mexanizmlar qo'llanilishi mumkin, ammo bu 4 ta oshirish aynan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqanlar uchun mo'ljallangan. Bu aniq belgilangan muddatga qadar pensiyaga chiqqan insonlarning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan qadamdir. Birinchi oshirish inflyatsiya darajasiga bog'liq avtomatik indeksatsiya. Bu oshirish mexanizmi eng asosiylaridan biridir va pensiyaning istarit qobiliyatini himoya qilishga qaratilgan. Endi pensiyalar har chorakda, ya'ni har oyda bir marta O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan e'lon qilinadigan rasmiy inflyatsiya darajasiga qarab avtomatik ravishda indeksatsiya qilinadi. Bu degani, agar iste'mol narxlari indeksi ma'lum bir foizga oshsa, sizning pensiyangiz ham xuddi shu foizga avtomatik ravishda oshiriladi. Oldinlari bu har yiliga bir marta amalga oshirilgan bo'lsa, endi har 3 oyda bir marta amalga oshiriladi. Bu pensiya miqdorining qissarit qobiliyatini doimiy ravishda saqlab turishga yordam beradi. Chunki narxlar o'zgarishi bilanoq pensiyalar ham moslashadi.
bu pensionerlarning kunlik ehtiyojlarini qondirishdagi moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Misol tasavvur qiling, Mohira aya 2018 yilda pensiyaga chiqqan va uning oylik pensiyasi 1.5 million so'm. Joriy yilning birinchi choragida, yanvar-mart oylari davomida rasmiy inflyatsiya darajasi 3% ni tashkil etdi. Ilgari Mohira aya bu oshirishni yil oxirida yoki keyingi yil boshida kutishi kerak edi va bu jarayon ba'zan kechikishlar bilan amalga oshirilardi. Endi esa yangi tizimga ko'ra ikkinchi chorak boshidan, masalan aprel oyining birinchi kunidan uning pensiyasi avtomatik ravishda 1.5 million so'm plus 1.5 million so'm 3% va 1.545 million so'mga aylanadi. Bu oshirish har 3 oyda takrorlanadi. Ya'ni agar ikkinchi chorakda aprelion inflyatsiya yana 2% bo'lsa, uning pensiyasi 1.545 million so'm. million so'm bo'ladi. Bu tizim pensiya miqdorini doimiy ravishda narxlarning o'sishiga moslashtirish imkonini beradi va pensiya oluvchilarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlaydi. Kim xavotirlanishi kerak? Hech kim. Bu avtomatik jarayon bo'lib, sizdan hech qanday qo'shimcha ariza yozish, hujjat to'plash yoki biron bir idoraga borish talab qilinmaydi. Siz shunchaki o'z pensiya to'lovingizning oshganini ko'rasiz. Ikkinchi oshirish. O'rtacha ish haqi o'sishi bilan bog'liq oshirish. Bu yangi va juda muhim mexanizm bo'lib, pensiya oluvchilarni mamlakat iqtisodiyotidagi umumiy o'sishdan chetda qoldirmaslikni kafolatlaydi. Endi pensiya miqdori faqatgina inflyatsiyaga emas, balki mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishiga ham bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, o'rtacha ish haqi o'sishi iqtisodiy rivojlanish, ish unumdorligining oshishi va aholi daromadlarining ko'payishini aks ettiradi. Bu oshish har 6 oyda bir marta, ya'ni yarim yilda bir marta amalga oshiriladi. Agar Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan mamlakatdagi o'rtacha ish haqi ma'lum 1% ga oshsa, pensiyalar ham mutanosib ravishda oshiriladi. Bu pensiya oluvchilarga iqtisodiy o'sishdan o'z ulushini olish imkonini beradi va ular jamiyatdagi farovonlikning oshishini o'z cho'ntaqlarida ham his etishadi. Misol, Farhod aka 2020 yilda nafaqaga chiqqan va uning oylik pensiyasi 2 million so'm. O'tgan yarim yilda mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi 5% ga oshganligi rasman e'lon qilindi. Yangi qoidaga ko'ra, Farhod akaning pensiyasi endi 2 million so'm plus 2 million so'm 5%, 2.1 million so'mga aylanadi. Bu oshirish ham avtomatik ravishda hech qanday qo'shimcha harakatsiz amalga oshiriladi. Bu oshirish inflyatsiya darajasidan qat'iy nazar iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlarni pensiyalarga ham aks ettiradi. Shu bilan birga keksa avlodni ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotdan uzilib qolishdan himoya qiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Hech kim. Bu ham pensiya jamg'armasi tomonidan avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqiladi va sizning hisobingizga tushadi. Uchinchi oshirish. Ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida maqsadli oshirishlar. Bu oshirish ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj, ya'ni minimal pensiya miqdori yoki undan biroz yuqori pensiya oluvchi fuqarolar uchun juda muhim bo'lib, ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlashga qaratilgan. Hukumat yiliga 2 marta, ya'ni har 6 oyda bir marta ayrim toifadagi pensiya oluvchilar uchun maqsadli oshirishlarni amalga oshiradi. Bu oshirishlar ijtimoiy himoya fondi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Kimlar bu toifaga kirishi oldindan belgilangan mezonlarga asoslanadi. Masalan, yoshi katatata yo'olgi ronligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, og'ir kasalliklarga chalingan pensionerlar yoki past daromadli oilalardan chiqqan pensiya oluvchilar. Bu mexanizm orqali davlat eng zaif qatlamlarni qo'llab, quvvat ularning hayot sifatini yaxshilashga intiladi. Misol, Dilorom opa 2008da yilda pensiyaga chiqqan bo'lib, uning pensiyasi o'rtacha pensiya miqdoridan ancha past, masalan 1.2 million so'm. U yolg'iz yashaydi va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kiradi. Hukumat yilning birinchi yarmida bunday toifadagi fuqarolar uchun pensiyani 1% ga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qarorga asosan Dilorom opaning pensiyasi endi 1.2 million so'm plus 1.2 million so'm to 10%. Agga 1.32 million so'mga aylanadi. Bu oshirish har bir holatda individual baholanadi va avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ammo bunda pensiya jamg'armasi va mahalliy ijtimoiy xizmatlar iqtisodimlari sizning
holatingizni o'rganishlari, zarur hollarda tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashlari mumkin. Kim savotirlanishi kerak? Minimal pensiya oluvchilar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar toifasiga kiruvchi fuqarolar. Sizning holatingiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi asosida avtomatik ravishda ko'rib chiqiladi. Lekin agar sizning vaziyatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, yolg'iz qolgan bo'lsangiz, oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qilish va bu haqda ma'lumot berish foydadan soli bo'lmaydi. Bu holatlarda sizning faolligingiz muhim rol o'ynaydi. 4-chi oshirish davlat dasturlari va loyihalari doirasidagi qo'shimcha to'plamlar. Bu oshirish birinchi uchta mexanizmdan farqli o'laroq doimiy emas, balki aniq muddatli davlat dasturlari yoki prezident farmonlari, hukumat qarorlari bilan belgilanadigan bir martalik yoki ma'lum muddatga mo'ljallangan qo'shimcha to'lovlardir. Ushbu dasturlar ma'lum bir ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlashga, bayramlar munosabati bilan moddiy yordam ko'rsatishga yoki iqtisodiyotning ayrim sohalarini rag'batlantirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Masalan, keksalarni qadrlash yili yoki mahallada obod hayot kabi dasturlar doirasida pensiya oluvchilarga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Bunday to'lovlar odatda bir martalik bo'lishi mumkin, ammo ba'zan bir necha oy davomida to'lanadigan qo'shimcha miqdorlar ham belgilanadi. Bu oshirishlar aniq muddatlarga va aniq shartlarga ega bo'ladi. Ular haqida davlat ommaviy aksborot vositalari orqali keng jamoatchilikni xabardor qiladi. Misol, Anvar Amaki 2005 yilda pensiyaga chiqqan va 2-jahon urushi faksirisi toifasiga kiradi. Hukumat faksirilarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida urush faksirilarining pensiyalariga 6 oy davomida har oyda 1000 so'm qo'shimcha to'lov belgiladi. Bu qaror o avda e'lon qilinganidan so'ng Anvar Amakining pensiyasiga qo'shimcha 200 so'm 6 oy davomida avtomatik ravishda qo'shib beriladi. Bu dasturlar odatda ommaviy aksborot vositalarida keng yoritiladi va sizning pensiya jamg'armasi shaxsan sizga bu haqida ma'lumot berishi mumkin. Ba'zida esa sizning kategoriyan teberi pensiya jamg'armasida mavjud bo'lgani uchun to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanadi. Kim savotirlanishi kerak? Ma'lum bir imtiyozli toifaga kiruvchi shaxslar. Odatda bu haqda pensiya jamg'armasi sizga xabar beradi, lekin siz ham yangiliklarni kuzatib borishingiz, prezident farmonlari va hukumat qarorlari bilan tanishib turishingiz kerak. Bu sizga o'z huquqlaringizdan to'liq foydalanish imkonini beradi. Ko'rib turganingizdek, bu 4ta mexanizm birgalikda pensiya miqdorining nafaqat inflyatsiyadan himoyalanishini, balki iqtisodiy o'sishdan ham o'z ulushini olishini ta'minlaydi. Eng muhimi, bu oshirishlarning ko'pchiligi avtomatik tarzda, ya'ni sizning hech qanday qo'shimcha harakatingizsiz amalga oshiriladi. Bu esa pensiya oluvchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Endi esa barchamizni qiziqtirgan savollar, istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan ilon chaqishi joylari va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Garchi ko'pgina oshirishlar avtomatik bo'lsa-da, ba'zi hollarda sizning harakatingiz talab qilinishi mumkin yoki ba'zi shartlar qo'yilishi mumkin. Muhim nuansa ma'lumotlarning dolzarbligi. Pensiya jamg'armasi sizning pensiya miqdoringizni hisoblashda mavjud ma'lumotlarga tayanadi. Bu ma'lumotlar davlat ma'lumotlar bazalaridan olinadi. Biroq agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, oilaviy ahvolingiz, nogironlik guruhingiz, yashash manzilingiz, oila tarkibidagi o'zgarishlar bo'lsa va bu o'zgarishlar pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi omil bo'lsa, masalan, yolg'iz qolgan bo'lsangiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz yoki yangi nogironlik guruhini olgan bo'lsangiz, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz shart. Agar siz bu ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etmasangiz,
sizga tegishli bo'lgan ba'zi maqsadli oshirishlarni, ayniqsa ijtimoiy himoya doirasidagi imtiyozlarni ololmay qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa 3-turdagi ijtimoiy himoya doirasidagi maqsadli oshirishlar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular aniq mezonlar asosida beriladi. Misol, Gulbahor 90 yilda pensiyaga chiqqan edi. Turmush o'rtog'i vafot etganidan so'ng u yolg'iz pensioner sifatida ijtimoiy himoyaga muhtojlar toifasiga kirdi. Ammo u bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga xabar bermadi, chunki bu tartibdan bexabar edi. Natijada yolg'iz pensionerlar uchun qilingan maqsadli oshirishlardan mahrum bo'ldi. Faqatgina qizining maslahati bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tegishli hujjatlarni taqdim etganidan so'ng uning pensiyasi qayta hisoblanib, qo'shimcha to'lovlar amalga oshirildi. Biroq bu to'lovlar faqat murojaat qilgan oydan boshlab hisoblandi, oldingi davr uchun emas. Shuning uchun shaxsiy holatingizdagi har qanday o'zgarishni pensiya jamg'armasiga tezda ma'lum qiling. Bu sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi nuans: to'lov muddatlaridagi farqlar. Yuqorida aytib o'tilganidek, to'rtta turdagi oshirishning har birining o'z hisoblash va to'lash muddatlari bor. Inflyatsiyaga bog'liq oshirishlar har chorakda, ya'ni har 3 oyda bir marta amalga oshiriladi. O'rtacha ish haqiga bog'liq oshirishlar yarim yilda, maqsadli oshirishlar ham yarim yilda, davlat dasturlari doirasidagi to'lovlar esa dasturning o'ziga qarab belgilanadi va ular bir martalik yoki ma'lum muddatga bo'lishi mumkin. Ba'zida teknik sabablarga ko'ra mumballa faymatin talalla ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari tufayli yoki bank tizimidagi ba'zi yuklamalar tufayli to'lovlarda bir necha kunlik kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu normal holat, vahima qilishga hojat yo'q. Agar kechikishlar bir haftadan oshsa va siz buning sababini bilmasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin umuman olganda bu tizim juda aniq va o'z vaqtida ishlashga mo'ljallangan. 3-nuans: ichki ishlayotgan pentar Pembet anda pensi antanen andi talala tamtan alertan anda uçup jishun azunt. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng ham ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, chavotir olmang. Yuqorida sanab o'tilgan pensiyangizni oshirishning birinchi ikki mexanizmi inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishi. Nen ta kishtini kitap tigitib siz sibtisijish izqa katapat putta sigga ham taalluqli bo'ladi. Biroq ba'zi hollarda ayniqsa davlat dasturlari doirasidagi qo'shimcha to'lovlarda yoki maqsadli ijtimoiy himoya oshirishlarida ishlayotgan pensionerlar uchun ayrim cheklovlar yoki alohida shartlar belgilanishi mumkin. Masalan, ba'zi bir dasturlar faqat ishlamaydigan yolg'iz pensionerlarga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda har bir aniq dasturning shartlarini diqqat bilan o'rganish kerak. Odatda bunday dasturlar haqidagi ma'lumotlarda kimlarga tegishliligi aniq ko'rsatiladi. Agar shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan so'rab bilganingiz ma'qul. 4-nuans: pensiya miqdorining maksimal cheklovlari. Garchi pensiya oshirish mexanizmlari joriy etilayotgan bo'lsa-da, qonunchilikda pensiya miqdorining maksimal cheklovlari belgilangan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning pensiyangiz ma'lum bir chegaradan oshmasligi kerak. Bunday cheklovlar kamdan kam hollarda qo'llanilsa-da, juda yuqori ish haqi asosida pensiya hisoblangan shaxslar uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal belgilangan summadan oshgan bo'lsa, avtomatik oshirishlar sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Biroq o'rtacha pensionerlar uchun bu haqida savotirlanishga hojat yo'q, chunki ularning aksariyati maksimal chegara doirasida bo'ladi. Bu cheklovlar odatda davlat byudjetining barqarorligini ta'minlash maqsadida kiritiladi. 5-nuansi: teknik satolar va tushunmovchiliklar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, pensiyalarni avtomatik hisoblash va to'lash jarayonida teknik satolar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Inson omili yoki dasturiy ta'minotdagi kamchiliklar sababli satolar sodir bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya miqdorida kutilmagan o'zgarishlarni sezdingiz, masalan, oshishi kerak bo'lgan summadan kamroq tushsa yoki umuman oshmasa, yoki o'zingizga tegishli deb bilgan oshirishni olmagan bo'lsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling.
Ularning mutaxassislari sizning holatingizni tekshirib, zarur tushuntirishlarni berishlari yoki tuzatish kiritishlari shart. Soati aniqlansa, ular pulni qayta hisoblab, sizga to'lab berishadi. Bunday vaziyatlarda xotirjamlikni saqlab, to'g'ri idoraga murojaat qilish muhimdir. Ushbu nozik jihatlarni bilish sizga huquqlaringizni to'liq himoya qilishga va tegishli to'lovlarni o'z vaqtida olishga yordam beradi. Esda tuting, huquqiy savodxonlik har bir fuqaro uchun muhimdir va o'z huquqlarini bilgan odam ulardan to'g'ri foydalana oladi. Xo'sh, aziz do'stlar, bu yangiliklar haqida bilib oldik. Endi nima qilishimiz kerak? Sizning harakatlaringiz minimallashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi amaliy qadamlar sizga pensiya oshirish jarayonini muammo siz o'tishini ta'minlashga yordam beradi va siz o'zingizga tegishli barcha to'lovlarni o'z vaqtida olasiz. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni doim dolzarb holda saqlang. Bu eng muhim qadamdir. Yuqorida aytib o'tganimdek, shaxsiy ma'lumotlaringizdagi oilaviy ahvol, yashash manzili, nogironlik guruhi, telefon raqami va hokazo har qanday o'zgarish haqida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga zudlik bilan xabar bering. Bu o'zgarishlar sizning ijtimoiy himoya doirasidagi maqsadli oshirishlarga bo'lgan huquqingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar sizning oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, siz yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ular odatda haftaning ish kunlarida xizmat ko'rsatadi. Qanday hujjatlar kerak? Sizning shaxsiy guvohnomangiz, pasportingiz va o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat, masalan, nikoh guvohnomasining nusxasi, o'lim haqidagi guvohnoma nusxasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma nusxasi. Asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring, ularni ko'rsatishingiz talab qilinishi mumkin. Nima yozish kerak? O'zgarishlar haqida erkin shakldagi ariza. Arizada o'zingizning to'liq ism sharifingiz, pensiya raqamingiz, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz va yuz bergan o'zgarishning mazmunini aniq va tushunarli qilib ko'rsating. Shuningdek, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ham aniq kiriting va imzo qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini muntazam tekshirib turing. Bank kartangizga tushadigan pensiya miqdorini har oyda muntazam ravishda kuzatib boring. Bankdan SMS xabarnomalar xizmatiga ulanish orqali bu jarayonni osonlashtirishingiz mumkin. Agar siz kutilgan oshirishlarni olmagan bo'lsangiz yoki miqdorda qisqato bor deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hozirda ko'plab banklar mobil ilovalar orqali oylik to'lovlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Bu ham qulay usul bo'lib, har safar bankka borishingiz shart emas. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Sizning shaxsiy guvohnomangiz, pasportingiz va pensiya daftarchangiz. Agar mobil ilovadan ma'lumot olgan bo'lsangiz, uning screenshotini ham ko'rsatishingiz mumkin. Nima yozish kerak? Pensiya miqdorining qayta hisoblanishi yoki tushuntirish berilishini so'rab ariza. Arizada aniq summani va sizda qanday oshirishlar qo'llanilishi kerak deb hisoblaganingizni, shuningdek shubhalaringizni aniq ko'rsating. Shunda mutaxassislarga sizning holatingizni tekshirish osonroq bo'ladi. Uchinchi qadam, yangiliklarni kuzatib boring. Davlatimizda pensiya tizimini takomillashtirish bo'yicha yangiliklar va qarorlar muntazam ravishda qabul qilinadi. Ommaviy axborot vositalarini, ayniqsa rasmiy hukumat portallarini, masalan, Gov.uz, Prezident.uz va pensiya jamg'armasining veb-saytini, Paftut.uz muntazam kuzatib boring. Bu sizga yangi dasturlar, qo'shimcha to'lovlar yoki boshqa muhim o'zgarishlar haqida o'z vaqtida ma'lumot olish imkonini beradi. Shuningdek, mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki men doim eng dolzarb va siz uchun ukchipak pa ajona pashtun fakifa indegi detahada man pa azali man ma'lab alal ma'lumotlarni sizga tushunarli tilda yetkazib turaman. To'rtinchi qadam, maslahat olishdan cho'chimang.
Agar sizda biror narsa aniq bo'lmasa yoki shaxsiy holatingiz bo'yicha savollar tugilsa, pensiya jamg'armasining mutaxassislaridan maslahat oling. Ular sizga har bir vaziyatni tushuntirib berishga, pensiya hisoblash mexanizmlari haqida ma'lumot berishga majburdirlar. Ko'plab pensiya jamg'armasi bo'limlarida ishonch telefonlari ham mavjud bo'lib, siz u yerga qo'ng'iroq qilib, uyda o'tirgan holda ham ma'lumot olishingiz mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga bevosita murojaat qilish yoki ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish, rasmiy veb-saytlar orqali onlayn murojaat qilish imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz pensiya oshirish jarayonlaridan to'liq xabardor bo'lasiz va hech qanday huquqingiz poymol bo'lmaydi. Unutmang, sizning pensiyangiz, bu sizning uzoq yillik mehnatingiz, mevasi va davlat sizning keksaligingizni munosib o'tkazishingizni ta'minlashga intiladi. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har bir fuqaroning asosiy vazifasidir. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlarim, advaysidir bo'lasha yilgacha pensiyaga chiqqan barcha fuqarolar uchun pensiya oshirishning mutlaqo yangi shaffof va tizimli mexanizmi joriy etilmoqda. Endi sizning pensiyangiz to'rtta asosiy omil: inflyatsiya darajasi, o'rtacha ish haqi o'sishi, ijtimoiy himoya dasturlari va davlat loyihalari doirasidagi qo'shimcha to'lovlar hisobiga muntazam ravishda ko'tarilib boradi. Bu sizning xarid qobiliyatingizni saqlab qolish va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu yangiliklar pensiya oluvchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning yashash sharoitlarini yaxshilash uchun juda muhimdir. Bu o'zgarishlar shunchaki biqsabar emas, balki har bir pensiya oluvchining kelajagi uchun muhim kafolatdir. Sizdan iltimos, bu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga, ayniqsa yoshi ulug' kishilarga ulashing. Aksir, bu ma'lumot hammamiz uchun muhim. Ba'zida oddiy bir ma'lumot kimningdir hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Siz bu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar sizning shaxsiy hayotingizga qanday ta'sir qilishini o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribalaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentarini diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.